Давай, Linda. Kalamushlardan qutulish juda qiyin bo'lyapti. Bizning bu Linda uncha mushukdan ham kuchli-da bori qo'yil qolimi. Mana bu yerlarni, mana bu yerlarni bo'lib tashlagan kalamushlar kirgani uchun ochib atay taxlab qo'ymaganman. Mana turishini qaraydi. Ushla, давай. Ищи. Jonga katta narsa ekan. O'rmonga chiqib ketdim sizdan. Hozir videoga tushib qoldi menimcha. Bu kalamush degani. O'sha chiqib ketdi. Давай. Ищи Linda. Bu nafaqat kalamush mana. Qarang, kirib ketgan joyga qarang. Kichkinagina joymish. Bu nafaqat kalamush. Xullas, sichqon, kalamush, qush umuman nima qilmaydi? Qo'ymaydi. Mana bu yoqda qushlar qo'nadi, o'shalarda ham qo'nmaydi-da mana. Hozir shuni qush borligini sezdirib qo'ysam tamom-da. Kechqurun. Mana shu yerda mana qush bor mana. Nechtasini ushlab yubordi shu bechara musichalarda. Mana hozir qayli. Ketdi bu ish. Ketdi o'sha quva. Bu yoqda kalamush, bu yoqda qush. Bu yoqda kalamush mana ketdi, qushga ketdi endi. Qaytgilar. Linda. Mana shu paytda ovqat bersangiz ham, go'sht bersangiz ham qaramaydi. Bu nima deydi? Bu kalamushni yoki qushni yeyish uchun nima qilmaydi? Bu axranalikka juda moslashgan kuchi bo'lar ekan bu Doberman. Shu territoriyasi hisoblanadi mana shu uy endi mana shu tomon. Shu territoriyasiga begona narsani kirishini qo'ymaydi. Juda odamlarga vahshi umuman. Men ko'plab itlar turini boqib ko'rganman. Lekin mana shu Dobermanday axranaga kuchli bo'lgan itni ko'rmaganman. Linda, Chujjo. Ketdi. Mana. Qaranglar. Linda. Ma, kelme. Kel baqa. Ma. Mana oyog'ini qo'yaman. Ma, Linda, ma, kel baqa. Mana. Juda ajoyib. Rosa nimaga kelgan? Endi buni nimasi? Yerga berish uchun $100 kerak ekan. Shuning uchun keyin buni bolalagandan keyin buni bolasini tarqatish ham qiyin, boqish ham qiyin shu uchun. Hali bo'ydoq. Davay. Shu uchun qo'rqmayman. Bu tomondan xavotir olmayman. Shu qushmi, kalamushmi normal axrani qiladi bu. Чужой. Давай. Linda. Давай. Чужой. Keyin qo'shni tomonda itlar
Xuraversa, xuravermaydi umuman. Xurmaydi. Avvalo vasha xurmaydi desak ham bo'ladi. Bu faqat shu axrana qiladi, o'sha payt xuradi. Egasiga vegan odamlar yaqinlashsa qo'ymaydi shunaqa. Uyga darvozani taqillatsa tamom. Vegan odam taqillatganini o'sha taqillashidan biladi darvoza. Masalan, men taqillatib kelsam biladi, vegan odam taqillatsa biladi. Mana shunaqa. Juda umumli. Masalan, bir xil payt uyda o'tirib, darvozaga odam kelganini, o'sha lendani xurganidan bilamiz. Joyda. Kelib baqa. Kelib baqa.